Xo'p, endi sizlar bilan PHP'da variables haqida gaplashadigan bo'lsak. Xo'p, variables bu qisqa qilib aytadigan bo'lsak, container, ya'ni variables are containers for storing information, ya'ni biz ma'lumotlarimizni saqlashimiz uchun, ma'lumotlarimizni belgilashimiz uchun xizmat qiladigan konteyner hisoblanadi. Variables bu o'zgaruvchi, ya'ni o'sha har bir dasturlash tilida JavaScriptda masalan let, var, constant ishlatiladigan bo'lsa, bizda PHPda variablelar e'lon qilish uchun, variablelar ishlatish uchun $signdan foydalaniladi. Ya'ni biror bir so'zi oldiga, biror bir harf oldiga $sign qo'ysak, u o'zgaruvchi hisoblanadi va uning qiymati bo'ladi. Ya'ni o'sha bizga kerak bo'lgan masalan 5 sonini biz belgilab qo'yishimiz kerak va qachonlardir ishlatishimiz mumkin. Shu holatda bizga variables yordam keladi va biz uni x ga tenglab qo'yamiz. Masalan, buni trial save qilib ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda echoda x va y ga chiqaryapti. 5 John o'sha so'zi chiqyapti stringda. Xo'p. Variablelarda asosiy qaraydigan joylarimiz bor. Variable hech qachon raqam bilan boshlanishi kerak emas. Ya'ni mana shu joyda o'zida ko'radigan bo'lsak, variablesga masalan $sign 3 bo'lsa, echoga 3 ta qilsak, bu hozir error beradi. Ya'ni yoki harf bilan boshlanishi kerak, yo pastki chiziq bilan boshlanishi kerak. Masalan, bo'lsa, pastki chiziq qilsak bu ishlaydi. Hech qachon raqam bilan boshlanish kerak emas. Keyin bularda yana asosiy farq bor. Masalan, buni x deb belgilasak, y da katta x deb belgilasak, bu ikkalasi ikki xil ma'noni beradi. Ya'ni katta kichikligi ham bu yerda rol o'ynaydi. Buni katta qiladigan bo'lsak, hozir bizga o'sha natija chiqaveradi. Agar buni katta qilib, buni kichkina qilsak, mana shunda farqini sezamiz yaxshiroq. Joy almashib qoladi. Xo'p. Joy almashib chiqdi. Xo'p, endi bizda yana bu variable'lari turlari bor. Ya'ni turlari deganda ishlatilish joylari, ya'ni qayergacha u variable amal qiladi, qayergacha masalan uni ishlata olamiz belgilaganimizdan keyin. Bu variable scopes deyiladi. Variable scope'lar. Bu lokalniy variable'lar bo'ladi, globalniy variable'lar bo'ladi, static variable'lar bo'ladi. Xo'p, global scope'dan boshlasak. Global scope bu variable'lar o'sha globalniy o'rnatiladi. Qisqa qilib tushunadigan bo'lsak, funksiyadan tashqari, biror bir funksiyadan tashqarida belgilangan o'zgaruvchi bu global scope deyiladi. Ya'ni uni boshqa joylarda ham bemalol ishlatsak bo'ladi. Faqat shartlari bor o'ziga yarasha. Mana masalan, hozir bu yerda x o'zgaruvchimizni 5 ga tenglaganmiz. Bu global scope. Sabab funksiyadan tepada. Xo'p, keyin uni funksiyaning ichida ishlatyapmiz. Bu yerda o'sha bizda 5 chiqmayapti. Buni ishlatishimiz uchun o'zini bir shartlari bor. Masalan, global deb turib, buni agar global degani e'lon qilib qo'ysak, bu endi ishlaydi. Yo'q, mana qo'yishni unutma. Xo'p. Bu endi ishlaydi. Ya'ni global e'lon qilingan variable'ni biror bir funksiyaning ichida ishlatish o'zi sharti globalligini belgilab qo'yish kerak. Agar buni yozmasak, boyagi 5 chiqmaydi. Funksiyadan tashqarida echo orqali chiqarsak, bemalol mana bu yerda hech qanaqa belgilash kerak emas, shunchaki ishlatib ketamiz echo bilan. Xo'p. Lokalniy scope. Lokalniy scope bu o'sha funksiyaning ichida e'lon qilingan variable'lar deyiladi deb tushunsak bo'ladi. Masalan, o'sha myTest funksiyasining ichida local scope, ya'ni lokalniy variable e'lon qilingan x teng 5 ga. Bu faqatgina buni ichida ishlaydi. Ya'ni funksiyaning ichida ishlovchi